iOS 27 ni chiqishiga atigi 10 kun qoldi. 10 kundan keyin iOS 27 taqdimoti bo'lib o'tadi va bizani nimalar kutyapti va bizani nimalar bilan xursand qiladi. Mana shu listda hammasini bilib olasiz. Birinchi bo'lib yangilangan Siri. Sirining dizayni butunlay o'zgaradi va oldingi Siriga qaraganda juda ham aqlliroq bo'ladi va bu iOS 27 bilan birga keladi va to'laqonli AI funksiyasi bilan ishlaydi. Bundan tashqari foto ilovasiga ham bir qancha AI funksiyalarini qo'shmoqchi. Hozirgi kunga kelib iOS 26 atigi bir dona buyumni o'chirish AI funksiyasi bor va AI bo'yicha iPhone ancha orqada qolib ketdi va foto ilovasida ham iOS 27 da juda ham ko'proq funksiyalarni qo'shmoqchi. Misol uchun siz 4:3 rasmga oldingiz va uni siz qaytadan 16:9 ga tushirib o'tkazish shart emas. AI yordamida siz 16:9 rejimida qilsangiz ham bo'ladi. Endi Liquid Glass, ya'ni shaffof oynani endi siz o'zingiz xohlagan rangga bo'yab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun yashil, xohlasangiz qizil, xohlasangiz qoraga ham bo'yab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni oynani demoqchiman. Va iPhone'imizni biz zaryadga qo'yganimizda qancha vaqtda zaryadga to'lishini faqatgina endi tepada emas, past qismida ko'rsatarmish. Ekran damoidagi widjetlar kattaroq-ku, mana endi iOS 27 da kichikroq va ixchamroq, ko'zimizga yoqimliroq ko'rinarmish va hattoki bibliotekani ham o'zimizga moslashtirib olsak bo'lar ekan. iOS 27 da kamera ilovasini ham ichki dizayni ozgina bo'lsa ham o'zgarar ekan, lekin mana shu joyi menga juda ham yoqdi. Endi siz timerni yoki live fotoni yoki ekspozitsiyani o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi va ekranni tepa qismlariga joylashtirib olsangiz ham bo'ladi va hattoki Visual Intelligence rejimi ham avtomatik ravishda kamera ilovasiga qo'shilar ekan. Ya'ni siz qanaqadir bitta buyumni rasmga olib to'laqonli ma'lumot olsangiz bo'ladi va necha pulligini ham bilib olsangiz bo'ladi internet orqali demoqchiman. iOS 27 da yana bir qancha yengilliklar, yangicha fishkalar, yangicha funksiyalar qo'shishmoqchi. Hali mana endi sekin-sekin ko'ramiz, lekin ko'proq AI ga ko'proq e'tibor beryapti. Hattoki AI yordamida siz o'zingiz xohlagan fonlarni ham yasasangiz bo'lar ekan. Mana shunaqa gaplar va iOS 27 ni siz taqdimotini to'g'ridan to'g'ri o'zbek tilida ko'rsangiz bo'ladi. Men o'zim maksimal darajada o'zbek tiliga tarjima qilishga harakat qilaman va jonli efirni siz Telegram kanalim orqali ko'rib olsangiz, ko'rsangiz bo'ladi va Telegram kanalimning silkasi profilimning shapkasida va Telegram kanalimga o'ting, obuna bo'lib qo'ying. 8-iyun kuni soat kechqurun 22:00 da Toshkent vaqti bilan iOS 27 ning taqdimotini birgalashib ko'ramiz. Va yoqgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying va menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana shu yangilikni barcha iPhone sotadiganlarga jo'natib qo'yinglar.